O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 20-fevral kunidagi 1033-sonli qonuniga asosan amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bir qancha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-1-moddasiga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda yuk transport vositalari haydovchilari yuk bilan yoki yuksiz holdagi gabarit o'lchamlari, shuningdek, umumiy haqiqiy o'qqa tushuvchi og'irligi belgilangan normadan 10% gacha ortiq bo'lgan transport vositalarida yo'lga chiqishsa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Yuk bilan yoki yuksiz holda gabarit o'lchamlari, shuningdek, umumiy haqiqiy o'qqa tushuvchi og'irligi belgilangan normadan 10% dan 20% gacha bo'lgan holatda yo'lga chiqish bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Tegishli ruxsatnomasiz og'ir vaznli, yirik gabaritli, xavfli yuklarni tashish, yuk bilan yoki yuksiz holdagi gabarit o'lchamlari, shuningdek, umumiy haqiqiy vazni o'qqa tushuvchi og'irligi belgilangan normadan 20% dan ortiq bo'lgan holatda yo'lga chiqish bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.